Sariq kartochka bor aytib o'tgan edim. 62 kilogramm vazn qila olmagan. Ko'p burchagidagi sportchi vazn talabini bajarmagan. Jang boshlandi. Chap qo'lda zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi, lekin raqib ham joyida turgani yo'q. Mayrambek yilib olishga harakat qilib ko'rdi chap qo'lida. Low kick. Oyoqqa tashlanyapti. O'ng qo'l zarba o'tyapti, mo'ljalga boryapti. Xamer Fislar bermayapti klinchga kirishga. Va zarba mana bunday o'tmoqda. Shturm boshlab yubordi Qurbonov. Qurbonovga shoshmaslik kerak ekanligini uqtiryapti. Yana bir low kick, yana zarba, ketidan zarba. Raqibni parterga o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Mana bu endi vaziyatda submissionga tushib qolmaslik kerak. Pot holati. Ogohlantirdi. Orqa miyaga zarba yo'llash mumkin emas. Qarang, turishga imkon bermayapti, chunki zarbalar almashinuvida imkoniyat boy berayotganligini bilib turibdi Janibek Ulu Mayrambek va astoydil ogohlantirdi. Faolroq deyildi. Xamer Fist Gilyotinami? Va gilyotina katta. Mahkam ushlab olishga muvaffaq bo'lgan. Oyoqlari ham qisilgan. Tosh berishga harakat qilyapti. Chiqib ketdi hozir qirg'izistonlik sportchi. Uslublarning nomlari ham bor, eshityapmiz. Chuburchak kerak emas deb aytib o'tilyapti va turyapti. Sanjar Qurbonov turyapti o'rnidan. Olqishlar albatta. Balamallar qiynalib. O'ng qo'l zarba o'tdi. Tizzada zarba ortidan turish kerak. Sanjar Qurbonov. Low kick. Tavakkal tashlanyapti oldinga Janibek Ulu Mayrambek. Yana bir bor tashlanib ko'rishga harakat qilib ko'rdi. Tashlanishga harakat qilib ko'rdi. Kimura uslubi. Qo'lni ajratishga harakat qilyapti. Ajratdi-yu, ammo o'zi qolib ketadi hozir. O'zi qolib ketadi. Turyapti Qurbonov. Bermayapti imkoniyat raqib.
Yon taraflama nazoratga o'tishga harakat qilyapti Habgard. 10 soniya vaqt qolyapti. Va birinchi raund yakuniga yetmoqda. Sanjar Qurbonov nazorat u tomonida bo'ldi, ko'plab zarbalar yo'lladi, aniq zarbalar ham muhimi va zarbalar mashinasida vaziyat yuzaga yaxshi yuzaga kelganligini aytib o'tishimiz kerak. Qanday zarba yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Ikkinchi raund avvalida yo'q. Raqibni muvozanatdan chiqargan holda zarbalanma shundancha yaxshi harakat qilyapti, lekin baribir partnerga o'tmoqda. Endi Jonibek o'g'li Mayrimbek oyoqga e'tibor qaratamiz. Hech qanday uslub yo'q bu yerda, og'riq ham yo'q. Aylantirib tashlashga harakat qildi. Bartir Jonibekda kuchliroq. Ammo ancha baquvvat mamlakatimiz vakili bu borada. Yana zarba. Ground and pound zarbalar yo'llashga harakat qilyapti qirg'iziston sportchi va turish kerak albatta. Turish kerak haqiqatan ham. Bu vaziyatda oyog'ini o'tkazib olishga harakat qilmoqda.
Zarbalar yo'llayapti, ko'p yo'llayapti zarbalar, lekin raqib ancha dosh bera oladigan sportchi ekan. Yana tirsak zarbasi ikkita ketdi. Mo'ljalga boryapti. Vaqt qancha qoldi? 30 soniya. Bu ikkinchi raund yakuniga yetishiga shuncha vaqt qolgan. İkinci raund ham yakuniga yetdi. Uchinchi raund do'stlar. Low kick. Mana shu kuchli jihati bor. Nega parterga o'tyapti ochig'i tushunmayapman. Sanjar Qurbonovni zarba almashinuvda, zarbalar yo'llashda kuchliroq raqibidan, ancha kuchliroq, ustunlik total ko'rinishga ega. Lekin negadir baribir parterga o'tishga xohlayapti. Ha, hozir ayni damda raqib majbur qilyapti bunga. Takedown bor. Gilyotinaga olishga harakat qilib ko'radimi Qurbonov? Aksincha Janibbek Ulu Mayrimbek hozir gilyotinaga olishga harakat qilyapti va Samish amalga oshirishga urinmoqda. Qarshi hujum, zarba bo'ldi. Ana shu nazoratni ushlab qolsa kifoya yetadi aslida. Nazorat qilish kerak bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas deb aytib o'tishyapti. Haqiqatan ham bu borada yaxshi jang olib boryapti. Nazorat qilsa, bahsni yakuniga yetkazsa kifoya. Zarba bo'l. Nazorat zarba. Samishinga tushib qolmaslik, ehtiyot bo'lish asosiy jihatlardan biri baribir hisoblanadi. Mana shunga qolib ketmasa, qolgani barchasi risoldagidek. Ortiqcha harakati yo'q.
o'z ishini qoyilmaqom bajarmoqda. Bosim o'tkazyapti. Mana bu yerda submission amalga oshirish imkoniyati yo'q. To'rga taqab olgan. Submission amalga oshirish uchun anchagina katta kuch kerak. 3-raundga kelganda esa Janibek Ulum Ayrimbekda kuch qolmagan. O'z domiga tortishga, parterga jangni o'tkazishga astoydil harakat qilib ko'rdi Qirg'iz Respublikasi vakili, ammo imkon bo'lmadi. Zarba. Shoshmaydi hech qayerga. Hozir qanchalik murabbiylar xohlamasin, Qurbonov shoshadigan joyi yo'q. Nazorat unda, raqib hech qanday hamla qila olmaydi. Buni bilib turibdi va albatta nima keragi bor? Tavakkal qilib bu yerda tavakkal qildi hozir Haki. Low kick. Kombinatsiya amalga oshirilyapti. O'ng qo'lda tutib oldi va yana o'zi boryapti. Yo'q, qanday hammer fist, tirsak zarbasi. So'nggi soniyalar o'tib boryapti. Bu yerda ham aynan zarbasi natijasida raqibini parterga o'tishga majbur qila oldi Sanjar Qurbonov. O'zingiz ko'rdingiz. Va bo'ldi, jang yakuniga yetdi. Zarba almashinuvida Qurbonov ancha kuchliroq ko'rdik. Parterda ham qarib imkon bermadi raqibiga. Demak, diqqat qiling. Ushbu jangning rasmiy natijasi. Unda hakamlarning bir ovozdan qaroriga ko'ra, по единогласным решениям судей победу одерживает. G'alaba qozonmoqda Qizil burchak Sanjar Qurbonov.